Bu darsimizda sizlar bilan abaksa sonlarni yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Avval bitta qoida bilan tanishtirib o'tay. Ruchka yoki bo'lmasam berik marker ushlaydigan holatimizda mana bunday 3 ta barmoqlarimiz ularni ushlab turish bilan mashg'ul bo'lish kerak bo'ladi. Ko'ryapsiz-da? Ko'rsatkich va bosh barmoqlarimiz bo'sh qolishi kerak. Qisqichbaqasimon usul. Va bu usulda biz raqamlarni yozamiz, qo'shamiz va ayiramiz. Masalan, yer toshlaridan qo'shish kerak bo'ladigan bo'lsa, doimo eslab qoling, bosh barmoqda qo'shamiz va uni ayirish ham xuddi shunday bosh barmoqda. Ko'rdingiz-a? Buni biz bosh barmog'ini shoh barmoq deb ataymiz. Shohlar va ko'rsatkich barmog'imizni esa malika barmoq deymiz. Malikalar, shoh va malika. Malikalar bilasiz, osmondan pastga tushmaydi. Ya'ni faqatgina osmon toshlarini qo'shish va ayirish uchun ishlatiladi. Chap qo'limizni ham xuddi shunday, faqat o'ng qo'limiz birinchi ustunda ishlasa, chap qo'limiz ikkinchi va uchinchi ustunlarda ishlaydi. Bunda ham mana shoh barmog'imiz bizni yer toshlarini qo'shib boraveradi, malika barmog'imiz esa osmon toshini qo'shish yoki ayirishga javob beradi, xolos. Va tenganiga qo'shadigan holati ham bo'ladi. Mana video davomida ko'rasiz. Demak, ketdik. Agar biz ikkini qo'shishimiz kerak bo'lsa, mana bunday. Agar birni ayirish kerak bo'lsa, orqasidan ayiramiz. Yana ikkini qo'shish kerak bo'lsa, yana shundoq, yana birni ayirish kerak bo'lsa, ayiramiz. Ko'rdingizmi? Mana shunday. Shoh barmoqlar bilan qo'shamiz va ayiramiz. Endi agar 5 ni qo'shish kerak bo'lsa-chi, mana bunday. Ayirish uchun shunday. Qo'shish, ayirish, qo'shish, ayirish. Juda ham oson. Ko'rdingizmi? Agar 6 ni qo'shish kerak bo'lsa, birdaniga qo'shish imkoniyati bor. Mana bunda. Ayirish ham xuddi shunday. 7 ni qo'shish, 8 ni qo'shish, 9 ni qo'shish abaksdagi qo'lingiz yetishiga qarab tenganiga qo'shiladi. Agar yetmaydigan bo'lsa, eslab qoling buni. Doimo katta son qo'shiladi. Misol uchun, bu yerda deylik 9 qo'shmoqchimiz. Pastda 4 qo'shilyapti, tepani o'zida 5. Demak, 9 ni qo'shish uchun birinchi nima qilamiz deyilsa, kattasini qo'shamiz, keyin kichkinasini. Endi deylik 15 qo'shish kerak bo'ldi. Nima qilamiz? Chap qo'l yordamga keladi. Chunki mana bu birinchi chiziqdan, mana shu birinchi ustundan chap tomoniga ikkitasiga chap qo'limiz javob beradi, mana bu bittasiga o'ng qo'limiz. Demak, ketdik. Mana bundoq 6 ni yozdik yoki bo'lsa 5 ni yozdik. Endi 10 yozadigan bo'lsak, mana bundoq 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40, 0, 50, 60, 5 va 1, 6 va endi 0 turibdi. Ko'rib turganingizdek 6, endi 0 bor. Demak, bu 60. Xuddi shuningdek biz deylik 80 da ham yozishimiz mumkin. Qanday qilib desa, 70, 80. Nimaga? 5, 6, 7, 8, 0. Mana shunday. Endi 15 yozish kerak bo'lsa nima qilamiz? 10 va 5. Ko'rdingizmi? Birinchi 10 ni qo'shamiz, keyin 5 ni. Agar 51 qo'shish kerak bo'lsa, 51. Mana shunday. 51 ga 15 qo'shish kerak bo'lsa, 15. Javob necha chiqdi? 6 va 6. Javob 66. Mana shunday.